IT'ni o'rgangim kelyapti. Lekin bitta o'quv markaziga borsam, $1,500 notebook kerak deyapti. Hop, uni olganimdan keyin uni pulini uydagilarga qaytarib bera olamanmi? Undan tashqari ish bilan ta'minlash haqida biroz gapirgani yo'q. Menga qo'limga keyin 2-3 dona saytni o'rgatib qo'yib, bo'ldi sen zo'rsan devorsa, yana ishsiz yuraman. Unaqa hech kimga kerak. Undan tashqari oylik to'lov kurslari 2 million 3 million yotibdi. Nima qilsam bo'ladi? IT'ni o'qigim kelyapti. To'xtang. Dasturlashga qiziqar ekansiz? Ha. Juda ham yaxshi. Boya eshitib qoldim, $1,500 ga notebook deysizmi? Qanaqa $1,500 notebook yoki $400 ga notebook olib turib, boshidan oxirigacha dasturlashni mazza qilib o'rgansa bo'ladi. Keyingisi 3-4 ta saytlar yasaydigan dasturchi bu dasturchi emas u. U dasturlash orqali Instagram, Telegram, Facebook, Twitter shunga o'xshagan saytlarni bemalol o'z yasay olasiz. Tushunasiz? Bu juda ham katta narsa degani. Aytgancha ish bilan ta'minlash haqida ham gapirdingiz. Bu IT Park dasturchilarga keng imkoniyat yaratib beruvchi maskan. Siz ham akademiyamizda muvaffaqiyatli bitiruvchilardan bo'ladigan bo'lsangiz, shunaqa joylarga nomzodingizni yuboramiz. Siz ham dasturlashni shunaqa imkoniyatlar bilan o'rganmoqchimisiz? Albatta kurslarimizga ro'yxatdan o'ting va biz siz bilan bog'lanamiz.